qancha bizaniki farq qilyapti narxida? Bundan tashqari kechqurun ishlash imkoniyatini ham beradi. 24 soat ishlash imkoniyati. 24 soat ishlaydi, ha? Ha, shunaqa. Deyarli 3-4 kun ishlab turib, bemalol avtopilot pulini chiqarsa bo'ladi. Ha. Shu oraliq menimcha bir xil bo'lsa, o'shanda 100% hosilingizni ola olasiz. Assalomu alaykum barchaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir biz Xorazm viloyati Hazorasp tumaniga kelganmiz. Bobur akam oldiga. Assalomu alaykum. Bobur aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bobur aka hozir bizning Atar Agro kompaniyasidan yangi avtopilot o'rnatdi traktoriga. Bobur aka, nima uchun avtopilot o'rnatyapsiz traktoringizga? Avtopilotni endi o'rnatishdan maqsad asosan shu bu nima deydi? Ish unumi oshadi. Hosildorlikka ham 15-20% gacha ta'sir tegadi. Sababi o'tgan yil ham o'rnatganmiz avtopilot. Bobur aka avval boshqa kompaniyadan avtopilot o'rnatgan ekan o'tgan yil. Umumiy qancha bizaniki farq qilyapti narxida? O'tgan yili boshqa kompaniyadan o'rnatganmiz. 2 baravar, 2,5 baravar почти shunaqa qimmat o'rnatganmiz. Yaxshi. Baribir undan ham zarar qilmadingiz, foyda qilgansiz baribir. O'shaning uchun yana boshqa traktoringizga bizning kompaniyadan xarid qilyapsiz. Masalan, o'sha o'rnatganingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Masalan, boshqa kompaniya asosan hammasi bar Xitoydan kirib keladi, bir xil joydan. Masalan, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? O'sha hosilingizda, ekish jarayonida, kultivatsiya jarayonida asosiy bu bari o'shaning foydasini sezganingiz hisobiga yana avtopilot qo'ydiryapsiz. Avtopilot o'rnatilgandan keyin shu aniqligi yaxshi, ko'chatlar nobud bo'lmaydi. Undan tashqari kechqurun ishlash imkoniyatini ham beradi. 24 soat ishlash imkoniyati. 24 soat ishlaydi, ha? Ha, shunaqa afzalligi bor avtopilotda. To'g'ri. Endi sizda asosiy qulayligi shu aniqlikni oshirib beradi, hosildorlikni oshiradi, energiyani ham baribir tejab beradi. Shunaqa. Zo'r. Ishchilarga ham ancha qulaylik tarafi ko'p. Haydovchiga, ha? Haydovchilarga, mexanizatorlar ham ancha nima deydi? Mazza qilib ishlaydi. Charchamaydi, mazza qilib ishlaydi. 24 soat bemalol ishlataverasiz. Tajribali haydovchi ham kerak emas. Ha, shunaqa. Bemalol o'zingiz. Aka, umumiy qancha joyingiz bor? Necha gektar joyingiz bor? Umumiy 120 gektar yerimiz bor. Shundan endi hozir 70 gektarga paxta reja qilyapmiz. Xudo xolasa mana shu texnikada ekamiz deb turibmiz. Avtopilot o'rnatilgan texnikada, xudo xolasa. Avtopilotdan oldin gektardan necha sentner paxta olgansiz? Avtopilot o'rnatganingizdan keyin qancha oldingiz? Biza avtopilot o'rnatishdan oldin o'rtacha hosildorligimiz 40-41 sentnerdan oshmasdi. 25-yil o'tgan yili avtopilot o'rnatib nima qildik? O'rtacha hosildorligimiz 55 sentnerga chiqdi. Deylik 40 bo'ladigan bo'lsa 55-15 sentner har gektardan ko'proq shunaqa hosildorlik oshdi. Zo'r. Buni har gektariga hisoblaydigan bo'lsa 15 sentner narx taxminan qancha bo'ladi? 15 sentner endi gektarida 15 sentner bo'ladigan bo'lsa 12 million daromad deganda. Har gektar 15 sentnerda narxi 12 million bo'ladigan bo'lsa, masalan 100 gektarga hisoblasangiz 12 million 1 milliard 200 ming so'm. Masalan 100 gektar joyi bor odam buni daromadi deyarli 1 million 200 barobar 1 milliard 200 ming so'mga 200 million so'mga oshyapti. Zo'r. Bu anaqa shunda ham avval siz zarar qilmagansiz, lekin bu baribir qo'shimcha yana foyda hisoblanadi. Zo'r. Masalan, qarang, hozir O'zbekistonda ko'pchilik avtopilot haqida gapiryapti, eshitgan. Masalan, fermerlarda deyarli ko'pchiligi xabar topdi, lekin hamma ham o'rnatgan yo'q fermerlar. Nima deysiz shu fermerlarga? Endi o'rnatishni tavsiya qilaman. Sababi bu aytganimdek ish unumini oshiradi. Misoli avval shu 70-80 gektar paxta ekadigan bo'lsak, bir hafta o'zimizni paxtamizni ekish uchun bir hafta vaqt ketardi. Avtopilotda qanchada ekib tashladingiz? Avtopilotda shu yerlari vaqtida tayyorlasak, uzog'i 3 sutkada eksa bo'ladi. 2,5-3 sutkada eksa bo'ladi. Qolgan vaqtiga misoli boshqa joylarda ishlash. Masalan, o'sha traktoringizda
o'zingiznikidan tashqari boshqa joylarda ham haydadingizmi? Ha. Masalan, o'shandan kuniga necha pul topsa bo'ladi? Masalan, baribir aniqlik bilan ishlagandan keyin oddiy traktorlarga nisbatan menimcha qimmatroqga yuradi. Ha, bu yerda undan tashqari bu 24 soat ishlaydi. 24 soat ishlatadigan bo'lsangiz, kuniga kamida shu 10-12 million sof daromad qilsa bo'ladi. Traktorni o'zidan, ha? Traktori o'zi. Bu 2 kun, deyarli 3-4 kun ishlab turib, bemalol avtopilot pulini chiqarsa bo'ladi. Ha. Zo'r. Zo'r. Sizda qanaqa bo'lgan bilmadim. Boshqa fermerlar aytdiki, juda ham ko'p vaqt, juda ham ko'p asab liniyani olib olish uchun qiynalardik. Juda vahimali qilib aytib berishdi. Endi sizda ham balki o'shanaqa bo'lgan, bo'lmagan bilmayman. Agar bo'lgan bo'lsa aytib bering. Hozir avtopilotni qo'ygandan keyin ish boshlash kerak. Misoli, paxta ekmoqchimiz, ish boshlash kerak. Shu birinchi liniyani olish muammo bo'ladi. Avtopilotsiz. Shunday A nuqtani belgilaysiz, 15 metr haydaysiz, shu bir nuqtaga qarab 15 metr haydaysiz, liniyani o'zi tashab beradi. Umuman muammo bo'lmaydi. Avval nima deydi? 3-4 marta shu dalani u boshidan bu boshiga borib kelib liniyani olishda qiynalardik. Hozir selkani taqib qo'yasiz, lekin urug' siz shunda haydab qayta liniyani to'g'rilashga vaqt ko'p ketadi-da. Hozir bunda umuman muammo bo'lmaydi. 15 metr haydaysiz, ortga qaytib tushirasiz, ishni boshlab davom ettirib. Baribir har bir inson uchun, siz uchun ham, men uchun ham, hamma uchun sog'liq kerak. Baribir asab muhim narsa-da odam uchun. Agar o'shanaqa jarayonda qayta baribir ancha asabiylashish jarayonlari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Kultivatsiyada ham, terimda ham menimcha shu bosh og'riqlar bo'lgan bo'lsa kerak. Hamma narsada bo'ladi. Masalan, kultivatsiya jarayoni qanaqa bo'lgan? Kultivatsiya avval masalan, kultivatsiya jarayonida qancha yo'qotish bo'lishi mumkin? Masalan, avtopilotsiz joy aniq qilganda. Shu kamida 10-15% yo'qotish bo'ladi. 10-15% ketadi. Agarda bu boshini avtopilot bilan eksangiz, kultivatsiya ham to'g'ri chiqadi. Undan keyin misol uni terish jarayonida paxta mashina yetadigan bo'lsangiz ham bez problem ishlaydi. Masalan, hech bo'lmaganda shu selka bilan ekish jarayonini kultivatsiya anaqa avtopilotda qilsa, hammasi tekis ketaveradi. Masalan, keyin kultivatsiya bilan terim jarayoniga avtopilot shart emas menimcha. Endi o'zi tekis chiqaveradi. O'tgan yili nimada ham ishlatdik. Kultivatsiyada ham avtopilotni ishlatdik. Yana ham aniqlik yana ham aniqlik bo'lish uchun ham mana bu mexanizatorlar yaxshiroq o'rganish uchun ishlatdik. Bu undan tashqari, misol paxtadan tashqari bug'doyda bu texnikada misol endi bittasini kichik texnikaga o'rnatganmiz. Suspenziya, mineral o'g'it berishda ham shu avtopilot bilan aniqligi juda zo'r. O'sha ko'zlagan maqsadingiz aniq o'sha anaqaga yetib boradi. Masalan, qayerga urug'ni, o'g'itni bermoqchi bo'lsangiz, o'sha joygacha bemalol aniqlikda nima qila olasiz. Bir xil oralikda sepadi-da. Suspenziyani ham mineral o'g'it sepadigan bo'lsa. Qarang, deylik, kultivatsiyada 3-4 marta kultivatsiyada 15-20% ko'chatlar yo'qotdingiz. Endi yana bitta jarayon bor, terim jarayoni. Terim jarayonida qancha paxta yo'qolishi mumkin? Masalan, o'sha qiyshiq terishini qiyshiq ekilganda apparatda terganingiz hisobiga chochib ketadi, bir ikkita urug'larni, ko'chatlarni bosib ketadi. O'sha jarayonda qancha yo'qoladi? Unda ham shu 10%, kamida 10% poteriya qiladi. 10-15 ikkalasida bunisida 10% bo'lsa, 20-25% baribir yo'qotyapsiz. Poteriya bo'ladi. Bu topilmagan foyda ham bu zararga kiradi-da baribir. To'g'ri, shunaqa. Endi urug' ekish jarayoniga qaytamiz. Urug' ekish jarayonida deylik 100 metrlik joy, 1 gektar joyga qancha ko'chat ekardingiz, avtopilot bilan qancha ko'chat ekyapsiz? Menimcha o'sha ekilgan ko'chatlar sonida ham farq qiladi-ya. Chunki avtopilotsiz baribir tekis liniya olib bera olmaydi, qatorlar soni ham kam bo'lib qolsa kerak. Masalan, chunki baribir 1 xil 76 dan tushadi-ku bunda. Unda 1 xil 76 tushmaydi. Masalan, bir borganda 76 ketishi mumkin. Unisini yonidan qo'yib qaytasiz-ku. Unda har xil bo'lib qoladi. Qisqa bo'lib qoladi, uzun bo'lib qoladi. O'shani hisobiga qancha urug' soni yo'qotiladi, qatorlar soni. Qatorlar soni endi u joyga e'tibor bermagansiz. Lekin baribir hozir o'ylab qarasangiz, o'sha joyda ham yo'qotish bo'lyapti.
Masalan, lekin baribir tekis chiqmaydi. Bitta liniya borib, ikkinchisi qaytganda u yoq bu yoq bo'lishi bilan agar yaqin ekib qo'ygan taqdirda ham ko'chatlar soni ko'proq bo'lgan taqdirda ham kultivatsiya bilan terim jarayonida baribir yo'qotish yana ko'payib Endi ketadi. baribir orasi ochilishi, orasi qisqarishi bu baribir ko'chat yo'qolishiga olib keladi bu. Shu oraliq menimcha shu bir xil bo'lsa, o'shanda potential 100% hosilingizni ola olasiz. Shunaqa. Endi oralig'i shu asosan shu narsaga e'tibor qilish kerak-da. Bu 76 oraliq saqlanishi kerak. O'shanda bu qisqarishi, misol hali aytganingizdek, kultivatsiyani o'rib ketishiga sabab bo'ladi. Misol paxta terim mashinasida yursak ham, unda ham poteriya qiladi. U o'ynashi bor uni. Mana shunaqa zararli ta'sirlari bo'lishi mumkin-da. Zo'r. Bobur aka, rahmat kattakon suhbatimiz uchun. Yana bir savol beraman. Umumiy masalan daromadga qancha ta'sir qilishi mumkin? Olinadigan hosilni umumiysiga. Masalan, deylik siz salarkadan tejab qolyapsiz. Urug' soni boya aytganimizdek o'ziz xohlaganda 76 bir xil chiqyapti. Kultivatsiyada yo'qotish bo'lmayapti. Terim jarayonida yo'qotish bo'lmayapti. Haydovchi tajribali haydovchiga pul sarflamaysiz, tajribali haydovchi kerak emas. Undan tashqari yana deylik o'zingiznikidan tashqari boshqa odamlarning yerini haydab oladigan foydangiz, umumiy foydaga umumiy o'zini hisob-kitob qilmaganmiz, lekin 25-30% gacha qo'shimcha daromad qilsa bo'ladi. Zo'r. Masalan, deylik bitta o'rtacha fermerda taxminan qanchadir summa olayotgan bo'lsa, deylik u oddiy hisoblaymiz, 100 million olayotgan bo'lsa 130 million oladi. 130, 135, 125 shu atrofda. Zo'r. Bobur aka, rahmat kattakon suhbat uchun, baraka toping.